Kelajakni mardlar, tarixni g'oliblar yaratadi g'oyasi bugungi kunda yosh avlodni vatanparvarlik, jasorat va mas'uliyat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda Chortoq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 40-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida navbatdagi kelajak soati doirasida mazkur mavzuda ma'naviy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir yosh avlod ongida mardlik, g'ayrat, qat'iyat, vatanparvarlik hamda kelajakka mas'uliyat bilan yondashish kabi fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan holda tashkil etildi. Mening borim o'zing, adog'im o'zing. Yuzi nur, qo'llari qadog'im o'zing. Mushtoq bo'lsam yolg'iz, mushtog'im o'zing. Tavonim qumsagan tuprog'im vatan, qo'sh bo'lsam sig'ingan butog'im vatan. Tadbirda Chortoq tumani hokimi o'rinbosari Dilfuza Hakimova hamda Chortoq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i Shohistaxon Turg'unova ishtirok etishdi. Tadbir jarayonida so'zga chiqqanlar tomonidan bugungi kunda yoshlarning bilimli, tashabbuskor, irodali va zamonaviy tafakkur egasi bo'lib voyaga yetishlari mamlakat kelajagi uchun muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Shuningdek, tarixda buyuk yutuqlarga erishgan shaxslar, mardlik va matonat bilan harakat qilgan g'oliblar ekani, kelajak ham aynan shunday jasoratli va fidoyi avlod tomonidan barpo etilishi qayd etildi. O'quvchilarni vatanparvarlik, mardlik, jasorat ruhida tarbiyalash, kelajak soati darslarining asosiy maqsadi esa O'zbekiston Respublikasi yoshlarini zamonaviy bilimlarni berib borishga tayyorlashdan iborat hisoblanadi. Bugungi darslarimizdan kelib chiqqan holat 14-galda vatan himoyachilari butun O'zbekiston Respublikasidagi vatan himoyachilarini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shuningdek, tadbir davomida ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni kelajak kasblarga yo'naltirish hamda ma'naviy barkamol etib tarbiyalash masalalari muhokama qilindi. Tadbir yakunida ishtirokchilar tomonidan mavzu yuzasidan fikrlar almashildi hamda yoshlarni yurt ravnaqi yo'lida faol va mas'uliyatli bo'lishga chorlovchi xulosalar bildirildi.